Assalomu alaykum. Mashinani yuvish kerakmi? Ha, yuvish kerak. Hormayam aka. Sizdan boshqalar yo'qmi? Yo'q edi. Men o'zim yuvib beraman. Xavotir olmang. Bizni vaqtimiz tig'izda, tezroq yuvish kerak. Sizlar bir piyola choy ichguncha men yuvib qo'yaman. Xavotir olmang. Bolalar choy ichib olamizmi? Farqi yo'q, bo'ladi. Tushinglar unda. Amak faqat tezroq. Tezlash. Bu nima ahvol amaki? Nima mashina yuvilmagan hali ham? Ming bor uzr. Men o'g'limni chaqirmoqchi edim. Chaqiring bo'lmasam tezroq kelsin. Qo'ng'iroq qilsam mayli. Mana telefon, tezroq chaqiring. Bu seschi. Hozir. Abdulla? Niyatingizga yetdingiz ha? Sharmanda qildingiz, qasdingizni oldingiz. Sharmanda bo'ldim. Bilib qo'ying, sizni ota demayman. Bu meni o'g'lim. 3 yil oldin xotinini gapiga kirib, men bilan onasidan voz kechib ketgan edi. 3 yil mobaynida bir marta ham qo'ng'iroq qilmading o'g'lim. Bir marta xabar olmading. Men seni sharmanda qilmadim. Men seni go'r azobidan, do'zax azobidan qutqarmoqchi edim. Seni oxirating kuyishidan qo'rqdim. Bu kuningda o'lganing yaxshi. Erkak, ketdik bolalar. Sadqaga odam ketay. O'g'lim, men senga yomonlik tilamadim. Onang betob. Hech bo'lmasa onangning rizoligini ol o'g'lim.